shu meni roliklarimdan orqali если хотя бы bitta odam yomon ishni tashasa, namozga tursa va Allohning oldiga qaytsa, men o'sha xursand bo'laman inshaalloh. Bismillah. Men o'zbekman, lekin o'zbekchani ja yaxshi bilmayman. Chunki yoshligimdan beri 20 yildan beri Rossiyada yashayman, lekin albatta o'zimning vatanim bu O'zbekiston, u joyga ham tez-tez borib turaman. Men Rossiyada alhamdulillah 50 bosh bo'lib ishlayman. Har oy odamlarni Moskvadan Umraga olib borib kelaman. Bu blogni boshlaganim sabab chunki men xohlayman shu o'zimizda odamlarimizga, aka-ukalarga, opa-singillarimizga foydan islom dinidan foydam tegsin deb inshaalloh. Shuning uchun sizlardan men poddershkani so'rayman, chunki albatta bilaman bizni o'zbek odamlarimiz juda zo'r poddershka qilishni biladi, alhamdulillah. Men bo'lsa tez-tez videolar chiqarishga harakat qilaman. Lekin men uchona emasman, men hali ko'p narsani bilmayman, lekin bilgan narsamni inshaalloh chiroyli qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.